şuna arzu kelgen bulsakmı bu amelge çıkmay. Biz 70 yıldan beri vasalı 69 yıl oldu, 70 yıl oldu. Bu da 49. yıl zalimler 9. ayda kelgen, ben 10. ayın nefes kaldı. Bir 70 yıldan eşi, ben şunu aç devadı bular kelgeni. Bularning zulmiga endi Allah shunday bizga tutga bunun sabr qilmay bo'lmadi, sabr qilib hozir qadamga keldik. Nurg'ulg'an ustozlar, alim ulamolar, qori qurrolar, nurg'ulg'an yaxshi solihinlar bularning qo'lidan zulmdan tugab ketdi. Alhamdulillahki men Alloh taolo mishaga mening tangdoshlarimdan ahlilarning qomida mahallada bildi cho'ng odamlardan maqomida qandaqdir Alloh taborak va taoloning rahmat inoyat bilan mishaga chiqibmi Alloh chiqibdi. Uzundan orzu qilgan orzuyimiz shundoq bo'lsin, shu vatanga bir xizmat qiladigan imkoniyat bir fursat topilirmi degan bo'lsakmi undoq bo'lmay, muyassar bo'lmay bu zolimlarning qo'lida yotmagan turmumiz qolmadi. Desmigan cho'l jaziralarimiz qolmadi. Emishak alhamdulillah Alloh taborak va taolo chiqibdi. Hem mushu xayrlik vaqtida chiqibmiz endi. Har qaysilari yosh qandaqlar qo'llardan keldi ekan. Biz ham mushu o'tirib, "Ey Alloh, mushu birodarlarga bir nusrat, izzat, g'alabat ato qilib, burunqi ota-onalar, ustozlar, yori birodarlar yetamagan maqsadga mushular orqali yetsak deb duo qilyapmiz. Alloh ijobat qilsin inshaalloh. Maishlar nayt katta xo'shallik ish. Kuchimizning yetishicha men bu Kusan ustozga qaysini almini olib yig'lan dedim. Men mushu Hasan bilan hammani oldim menga. Ne ko'rsatsan shay menga. Peygamber Aleyhisselam sahabe kiramlarımı bir maslahat qilib, qanday qilamiz deb bir jangda maslahat qilibdi. Ya Resulalloh, bizni bu Qizil dengizga kirdisizlar, hozir kirimiz. Undan bilak, nagdisizlar biz şey boramiz. Degan va'dalarni berib shunday qilgan. Bizmi hamda hozir mishadiki yori birodarlarga deydiganimiz shu ekanki, bizim başlayotgan yosh alim ilmonlarimiz var, siyosatni qo'shilari bor. Shunga o'xshash barliq tashkilotlar bilan birlashib, birlikda maqsadimiz vatanni ozod qilib, hurriyatni qo'lga keltirib, zolimlarni yo'qotish, Xudo rizoligiga erishish. Qaysi tashkilotimiz buni versin, hammasi bilan birlashib, birdek vatanga kuch qo'shimiz. Qaysi uning unmasa, va yillar ko'rsan ustozlar ketadi. Unmog'inni asl salomlar solima. Solima. Aslan solima. Abudek Musa alayhissalom asl bilan ashadi bir on yo'qotgan o sizin shunday yo'qdimi? Men mushtabda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam balki ummat degan yerga borisdan biz mongimiz degan endi biz o'shunday bir yiroq bir yercha bo'ldi. Men piyoda mong desam oldidim mongima. İnşallah Allah razı olsun. Kim kinik çekinse bu vatanni ozod qilish uchun Müslümanların yardım kılıç için çekingen adamını Müslüman dikilimi bulmaydı. Yani bunun kadar bu erkin teşkilatlarını mı nıkılıpla bulanın intizam kanunlarını müstakil ma Türkiye hükümeti hem de kokuyor anlamda kalmışsa kançlı hükümete kanun intizamını toxtuvamısa olmaydı. Toxtutup Muşluğu kim karşılık gösterdiğine bunu ceza. Mangınıga bunu mükafat. Mundaq qilimiz deb bir intizam bekitmese, vay bilishini, vay mangını, biz bunu teşkilat qurdik, bunga kel deb jafat atgan bilan u bekimiz jazo qonuni bir adam besin bo'lmasa qanday ishni qiladi. Qonun jazo
Ko'sa uslug'imda turgan qonun jazo belgilaydi. Biz hukumat tasdiqlasin bizning ishimizni. Bunaqa qilsa adam biz shu orqali qarshilik ko'rsatgan odamga jazolansak, oldingi odamni o'rinlashtirib mukofotlab qilsak, biz qanday uni yo'lga qo'yib bir ishni boshqa chiqa olmaymiz. Biz deganga haqda aytib turib olsa, Qur'on hamda qonun va Qur'on kalomulloh qonun ilahiy o. Hamma musulmon shuning bo'ysundi. Bo'ysunimiz deydi, xo'sh bo'ysunimiz deb qo'yib oldimizda deb oyoqqa chiqadigan bo'lib qolsa, endi bo'lmaydi. Sen bo'ysunamsa, nima? Buni shundoq bo'lsa hozir. Ha, desa bo'ldi. Unda demak, bu hali menfaatlar men desa uni olmaydi. Uni olmaydi. Sen Müslüman mesela hala Müslüman seçiyor. Ben Müslüman adak masa ne olacak? Mesela bu adak mısın? Vay davallacım, vay kara hanım, vay balvigim, vay falan ziyalı. Siz hanımında deves bu işi başkamda o başmaydı o. Aş teşkilatlarının kuruluşu elbette yaş iş o benimce. Hem muşulağa hem okşak birdek. Es koşup Müşahedeki qaysi teşkilatlar, qaysi teşkilat olsun, hemmisi bilan o'xshash ittifoqlashib, ham bunga ana o'ng'ayla bu ishma bo'lib qolmaydi. Haqasidek odamlar, o'qituvchilardek odamlar mardonlarcha maydonga chiqib, o'lim nada? Mana shu o'limga keldim deb turadigan darajaga borganda bo'ldi. Allohning yardimi shu vaqtda. Biz Sharqiy Turkiston deb da'vo qilyapmiz, taqsir. O Sharqiy Turkistonda Sobit Davolajimni qurib dunyoga e'lon qilib munoqibati davatimiz u Davolajimdan bir chiqishtirib chiqib Sharqiy Turkiston qurum mana deb uning qo'ltig'ini yulab qo'ymadi u. Uma tavakkal qildi. Uma shu kuchining biricha o'lsam shahid qolsam g'ozi buldashmish millatim uchun din uchun men shuni qilma deb chiqadim. Shunda qilib oxiri shu shahid bo'lib tugdana. Shunga biz bu xizmat qilamiz deydi ekanmiz. Shu tashkilotni quramiz. Shu vatan uchun shunday qilamiz, shu ustozdan menga yo'l mangmiz deydi ekanmiz. Ularniki ish izin desmay, ularniki qilgan ishini ko'zda tutmay, biz baransan ahmaydi. Buni qilgan, biz buni qilamiz. Deganda ish oshkashidi. İnşallah. Endi men dedim bular kulish bilan shuna qildi. Sizlar unda deganman, endi o'tamsiz davoqlar kelgan, oldi chiqib yomamlar, nimalar meni. Men intaqal xali yashaydan xiyolim bor meni. Allah ömürlerini uzun qilsin. Biz yosh bo'lgandan biz asla o'lim qo'ymaymiz, nimalarmi? Qachon o'lgichini qilmayman ishni. Alloh taolo men umrini qo'ygan berdi, qo'ymayman. Lekin men qattiq yashag'im bor. Vatan ozod bo'lishni Vatan ozod qo'lim bilan tutib, ko'zim bilan ko'rib, mushu-shuga burunqi ustozlarning orzusi, Allohning rizoligi bir şey deydi, mushu